Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Daniel Kahneman professor ilgari mundaq bir tajriba ishlaganda, u oldi bilan o'quvchilarga bir 100 qatashchi bor bo'lgan aylanma taqsimini ko'rsatibdi. Ammo u aylanma taqsimini oldin tanishib qo'ygan. Uning sirlisi faqat 10 va 65 degan ikki sondan to'xtaydi. Ana o'quvchilardan bir savol so'rabdi. Afrika davlatlar Birlashma Davlatlar Tashkilotining barliq a'zo davlatlarining ichida egalgan nisbati qanchalik? Endi bu savol muhim emas, lekin buning natijasi intayin qiziqarli. Agar aylanma taqsimning ustidan chiqqansan 10 bo'lsa, undaqda mushu bir qism o'quvchilar bergan javob taxminan 25% chiqqan. Lekin mushunday bir o'xshash savolga nisbatan aylanma taqsimning ustidagi son agar 65 chiqqan bo'lsa, bu qism o'quvchilar bergan javob bo'lsa 45% chiqqan. Bu ham intayin qiziqarliqda. Bu aylanma taqsimning ustidagi son bu savolning javobi bilan hech qanday munosabat yo'q. Lekin shu o'quvchilar yangilam shu songa asosan o'xshash bir savolga o'xshamaydigan javob bergan. Bu dal langar effekti. Langar effekti deganimiz kishilarning birinchi inkosi yoki kishilar erishgan birinchi uchur kishilarning hukm qilishiga nihoyat osonla ta'sir qila oladi. Bu xuddi dengizning ostida cho'kib ketgan langarga o'xshash bizning ideyamizni bir nuqtaga muqimlab qo'ydi. Biz ma'lum bir qarorlarni chiqarganda bizning cho'ng miyamiz erishgan birinchi uchurga intayin ahamiyat berdi. Bu xuddi yangi tuxumdan chiqqan g'azga o'xshash. Tuxumdan chiqib kimni avval ko'ygan bo'lsa, shuni o'zining opsi deb tuniydi. Garchi uning ko'ygini bir xo'roz bo'lsin. Biz doim mal setib olganda tovarning asli bahosini bir siziq bilan sizib qo'yganini ko'ramiz. Asli bahosi 1000 ko'y deb bir siziq bilan yozildi. Uning ostiga hozirgi bahosi itvar bahosi 8 ko'y deb yozib qo'ydi. U 1000 ko'y rostla shu tovarning asli bahosi bo'lishi notayin. U faqatlam sizning kollingizga mixlab qo'ygan bir langar xolos.